Assalomu alaykum qadrli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek Damas kombi avtomashinasi sotuvda, ya'ni arzon narxga qo'yamiz azizlar. Bu mashinamizning to'liqroq ma'lumotini berib o'tadigan bo'lsam, 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan halol probegi 6000 kilometr bosib o'tilgan, tan narxiga keladigan bo'lsa $7300. Yana ham kelishiladigan joy bor. Kraska stop tozon meton ham ustonovka qilib qo'yilgan azizlar. Bu mashinamiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqqan holda xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Naqd kredit farqi yo'q, chiqadi azizlar. Mashinamiz zo'r holatga turibdi. Manzilimiz Samarqand shahar Sagdiyana yangi yo'lda joylashgan. Bemalol boshqa mashinalarimizni ham kelib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Yana bir kombi Damas avtomashinamiz mavjud. Uni ham video obzorini chiqarib o'taman. Uning uchun ko'rayotgan kanallaringizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz bo'lsa, uni ham to'liqroq ma'lumotlarini berib o'taman azizlar. Bemalol like tugmachasini bosib, kanalimizga podpishka bo'lib qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, xudo xolasa shunaqa arzon, chiroyli narxda video obzorlarni chiqarishda davom etamiz azizlar. Ko'rib turganlaringizdek, bizda boshqa mashinalarimiz ham bor. Ya'ni 2010 dan 2026-yilgacha bo'lgan Damas avtomashinalarini hamda boshqa mashinalarimizni xarid qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Naqd kredit evaziga albatta. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar.